gijja gelmentlarni hisobida teridagi har xil allergik holatlar, yara kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin. Ba'zilar masalan allergologga, dermatologga murojaat qilishadi, effekt olishmaydi. Asl sababi gijjani hisobiga terida shunaqa kasalliklar kelib chiqadi. Mana meni qizimizni ham biza davolaganimizda mana buni yaqinlashtirsam, hozir rasmini o'zini qo'yamiz. Mana tizzalarida, butun hamma joyida, badanlarida yara hosil bo'lgan. Bular necha oydan beri dermatologga qatnab kelgan, allergologga, mana даже oyoqlarida bunaqa kesilib ketib, qonab ketib, qancha lichina qilsa ham tuzalmagan. Bu birinchi kunidagi mana rasmlari, mana birinchi kunida necha oylar bo'lgan bunga yaradan keyin qolib ketgan joylar. Uni mana bu birinchi kunini ko'rsatdim. Bu lichina boshlaganimizdan keyin 3-kunida уже kesilgan joylar bitishni boshladi. Даже tizzasidagi mana teri rangi o'z holatiga qaytishni boshladi. Bu 3-kunida olganim, mana 3-kun. Bu mana oxirgi 10-kunida уже yaralari bitdi. Terining rangi o'z holiga qaytib boshladi. Mana o'sha qizimiz mana. Boyagi birinchi kun kelganida edi. Mana hozir oyoqlari даже top-toza.